Assalamualaikum, kanalına yaxşımı? Allah salamat qılsın inşallah. Men bugün susam qoruş, yani küncütni qanday qoruymiz deb manga bachcha quchib keldi. Bu men kichik vaqtimda apamdan o'rganib olganim, chunki qo'sqidiga chaqda tug'utga yiqilishib qolgan vaqtda susamni qorib qaymoq bilan yeydi, tug'ut oson bo'ldi deb quruqlam. Ham quruqni men bek yaxshi ko'raman. Şunu hazır men sizlarga deb bermoqchi. Quruq bir qazonimiz, o'tni ochimiz. Yog' hech qanday narsa qo'ymaymiz. Men bayam shunda qilgandim. Hech qanday yog' qo'ymaymiz. Uningga bir holda kunjutimni to'kaman. Qazonimizni o'tni ochdim, endi mana kunjutimni to'kdim. O't cho'qim bo'sh bo'lishi kerak. Kunjutning kuyib ketmaslik uchun. Mana o'tni cho'qim bo'sh qilinglar, chunki oson kuyib ketadi nima? Kunjut o'tni bo'shroq qilamiz, uzoqroq qoriymiz. Bir sariq oltin rang olgan vaqtda ondan keyin o'chirsak bo'ladi o'tni. Buni yani men po'shiga shiltama to'lisi. Ya'ni bizning oq matang bat esinglarda bormi yo'q bilmayman. Oq bir kunjut matang deb shuningga ishlatsanlar bo'ladi. Agar qilib qolsanglar. Mushalatda bir oltin ranggacha qoriyman. Birga o'tni normalroq qilish bilan biri bo'shroq aralashtirib turinglar, chunki ostini kuyib ketib ustini qilmay qoladi. Cho'qim aralashtirib turinglar. Mana ko'rdinglar, bu holatda qo'rildi. Shunchalik mizlik quruqi. Cho'qim bo'sh qilinglar, o'tni kuyib ketadi. Endi men o'tni o'chiraman, bu shunchalik qo'rilsa bo'ldi. Ko'rdinglar? Qo'shimlar qo'rib ishlatsanlar bo'ladi. O'tni o'chirib o'taman endi. Mana qo'rildi. Masalan, bozordami tayyor qo'ruqligi bor. Asanlar, lekin uyda qo'riyman deb qolsanglar, mana shunda qo'risanglar bo'ladi.